Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz texnologiya. Mavzumiz qog'oz va kartondan amaliy darslarni tashkil etish metodikasi. O'qituvchi Pardayeva Bebahor. Rejamiz birinchisi qog'oz va karton haqida ma'lumot, karton turlari va xususiyatlari. Ikkinchisi qog'ozning ishlab chiqarishdagi o'rni. Uchinchisi qog'oz va kartonga ishlov berish usullari. To'rtinchisi ish joyini tashkil qilish talablari, texnika xavfsizligi qoidalari. Tarix manbalarida yozilishicha, qadim Hindistonda yozuvlar palma barglariga bitilgan. Palma yaproqlarini quritib, ulardan plastinkalar qirqib olinib, keyin tush bilan yozilgan. Bu plastinkalar keyin bir-biriga mustahkamlanib, jildi yaxshi silliqlangan taxtachalardan qilingan, ustiga bezak berilib, kitob holatiga keltirilgan. Qadimgi greklar esa mum kitoblarini ixtiro qilishgan. Bu yaxshi tekshirilgan taxtacha o'rtasidan kvadrat o'yilgan bo'lib, u sariq yoki qora mum bilan to'ldirilgan. Yozuvda esa po'lat cho'pdan foydalanishgan. Bir uchi o'tkir po'lat cho'p bilan yozishgan bo'lsa, ikkinchi dumaloq uchi bilan yozilgan narsani o'chirishgan. Bir-biri bilan biriktirilgan taxtachalardan kitoblar yasalgan. Kitob jadval yoki sahifalarning qulayligi shundaki, ulardan uzoq muddat bemalol foydalanish, yozuvni o'chirish va qayta yozish juda oson bo'lgan. Misrliklar yozish materiallarini Nil daryosidan olganlar. Nil vodiysi botqoqliklarda qamishga o'xshash o'simliklar bo'lib, qadimgi Rim xalqi uni papirus deb atashganlar. Silliq poyasiz, bargsiz o'simliklarni bo'yi 4 metrga yetar edi. Yozuv quroli uchun poya barglardan tozalab, uning o'rtasidagi yumshoq, g'ovak o'zak olinar edi. Ulardan uzun yupqa plastinkalar qirqib, tik holda taxlanardi. So'ngra ho'l barg yopishtirilib presslanar edi. Ular qurigach, sirti pemza bilan sayqallanardi. Bulardan qilingan eng katta kitob Britaniya muzey kutubxonasida saqlanadi. Bir necha ming yillar davomida papirus yagona yozuv materiali bo'lib kelgan. Unda asosan misrliklar, greklar, rimliklar foydalanib kelganlar. Osiyoda yozuv uchun hayvonlar terisidan foydalanishgan. Teri maxsus eritmada namlangan, cho'zilgan, quritilgan, keyin qirqilgan, sayqal berilgan va tekislangan. Bu kitob uchun butun bir poda mol so'yilgan. Teri kitob papirusga nisbatan bir necha afzalliklarga ega bo'lib, uning ikkala tomonidan bemalol yozish uchun mumkin bo'lgan. Eramizdan oldingi 5 asr muqaddam uzoq sharq mamlakatlarida shoyiga yozish rasm bo'lgan. Bu ham qimmatbaho material bo'lib, madaniyat rivojlanib borgan sari yozish uchun arzon materialga talab orta boshlagan ekan. Hozirgi kunda ishlab chiqarish sanoatida qog'oz va kartonning 200 ga yaqin turi ishlab chiqarilmoqda. Qog'oz ilk bor Xitoyda paydo bo'lgan. Bu insoniyat tarixidagi eng muhim ixtirolardan biri hisoblanadi. Taxminan miloddan avvalgi 2-asr atrofida Xitoy tilimlarida, masalan, Xuan qog'ozi foydalanilgan. Bu jarayon asta-sekin taraqqiy etgan. Bugungi qog'ozning asosiy prinsiplari shu davrdan boshlangan. Xitoydan keyin qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi Markaziy Osiyoga tarqalgan. Taxminan 8-asrda 7 va 8-asrlarda Samarqand, hozirgi O'zbekiston kabi shaharlarda qog'oz ishlab chiqarish boshlangan ekan. Samarqandda qog'oz ishlab chiqarish taxminan 8-asrdan boshlab faol bo'lgan. Arablar davrida va Markaziy Osiyoda madaniyat gullaganda ushbu hunarmandchilik mashhur bo'lgan. O'sha davrlarda bu qog'oz Buyuk Ipak yo'li bo'ylab Yaqin Sharq va Yevropaga eksport qilina boshlangan. Qog'ozning kashf etilishi Xitoyda
ilm-fan, adabiyot va davlat boshqaruvi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Kitoblar ko'paygan, hujjatlarni saqlash va tarqatish osonlashgan. Keyinchalik qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi Buyuk Ipak yo'li orqali Markaziy Osiyo arab davlatlariga va Yevropaga tarqalgan. Xulosa qilib aytayotganda, qog'oz insoniyat tarixidagi eng buyuk ixtirolardan biridir. U Xitoyda milodiy 105-yilda Syae Lyun tomonidan kashf etilgan. Qog'oz ilm-fan taraqqiyoti, madaniyat rivoji va bilimlarning avloddan avlodga yetib borishida muhim rol o'ynagan. Bugungi zamonaviy axborot jamiyatining shakllanishida ham qog'ozning o'rni beqiyosdir. Xitoy qog'oz tayyorlash sirini 500 yildan ortiq yashirib kelgan ekan. Yanlyun nomi insoniyat tarixidagi eng 100 buyuk ixtirochi ro'yxatiga kiritilgan. Qog'oz bo'lmaganida kitoblar, gazeta, ilm-fan bu darajada rivojlanmagan bo'lar edi. Qog'oz asosan daraxtlardan, qarag'ay, qayin, shunga o'xshash daraxtlardan olinadi. Daraxt yog'ochi maydalanib, sellyuloza deb ataladigan foydali massa hosil qilinadi. Ana shu tolalar qog'ozning asosi hisoblanadi. Qiziqarli fakt: 1 tonna qog'oz ishlab chiqarish uchun o'rtacha 17 ta daraxt kesilar ekan. Qog'oz kundalik hayotimizda juda keng qo'llaniladi. U faqat yozish uchun emas, balki sanoat, qadoqlash, tibbiyot va san'at sohalarida ham muhim ahamiyatga ega. Qog'oz turlari uning tarkibi, qalinligi va ishlatish maqsadiga qarab farqlanadi. Masalan, kitob qog'ozi, gazeta qog'ozi, karton qog'ozi, rangli va bezoq qog'ozlari, hatto pul ham maxsus qog'ozdan tayyorlanar ekan. Kitoblarni tuzatish, endi